Bugungi darsimiz Autoplay dasturida elektron darslik tayyorlash bo'ladi. Biz elektron darslik tayyorlash uchun Autoplay dasturini avvalambor o'rnatgan bo'lishimiz shart. Buning uchun Autoplay Media Studio ish stoliga yorliq orqali ishga tushirsak yoki post orqali ishga tushirsak bo'ladi. Mana interfeysi bizda hozir ochiladi. Ya'ni buni diskga yozish imkoniyati yoki qanaqadir nimalarda qo'llash imkoniyati mavjud. Dastur tushgandan keyin mana dastur interfeysi bu ingliz tilida sizlarga qiyinchilik tug'dirmaydi. Oldin yaratilganlarni bundan ochib olamiz. Misol uchun menda yaratilgani bor edi, bundan ochib olsak bo'ladi yoki yangi tayyor shablonlari bor. Masalan, blank proyekt, argument, audio va hokazo. Shulardan bitta shablon tanlaymiz. Qaysini tanlaylik masalan? Demak, mana buni tanlasak bo'ladi. OK'ni bosamiz. Buni import qilib oldi. Bu ikkita pejdan iborat ekan, ya'ni ikkita sahifadan. Buni ishlatib ko'rish uchun mana bu yerda mana preview degani nima edi? Prosmotrda bunday bo'lganda mana. Bu nimani berar ekan? Misol uchun mana bitishga qo'ysak next bo'ladi. Agar bitishga qo'ymasak, xo'sh, mana oddiy ishlatib ko'rdik. Endi qaranglar, buni biz bezashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun kichkina ko'ringani uchun menga sal qiyinlik tug'diryapti. Mana ustiga ikki marta shuncha tugmasini bossak, mana bu yerga yozuv chiqadi. Yozuvni biz misol uchun 022 75-guruh masalan mahsuloti deb OK tugmasini bosganimizda bu yerda mana paydo bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Buni biz xohlasak xohlagan joyimizga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Yoki mana bu ichidagi yozuvni ham qanaqadir ko'ryapsizlar. Buni bu tomonga olamizda, misol uchun qora yozuvda emas, qanaqadir ko'k yozuvda chiqish kerak bo'lsa, okey, mana ko'k yozuvda hammasi chiqdi. Ko'ryapsizlarmi? Xo'sh. Keyingi pejga o'tamiz. Masalan, bu yerda ham bu pejga qanaqadir tugma qo'yaylik. Button degan tugma. Tugmalarni bosamiz, tugmalar bir galereyasi chiqadi. O'zini qaysi shakldagi va qaysi rangdagi tugma yoki buttonni qo'yishimiz mumkin. Masalan, qizilmi? Qaysini masalan? Pastdagi qizilda birinchisi mana to'rtburchak yoki aylana. Mayli, to'rtburchak bossak, to'rtburchak. OK'ni bossak, o'sha tugmani mana shu nimamizga qo'yadi, tepaga qo'ydi bu. Tugma qayerga joylashishi kerak? Shu yerga qo'yamiz. Tugmani biz xohlasak katta kichik qilamiz. Tugma ustiga ikki marta shuncha tugmasini bossak, masalan, menu degan tugma hosil qilgan bo'laylik. Bu rangi bo'ldi, mayli, okey. Mana menu, ko'rdinglarmi? Shu menu tugmasini bosgan payti mana bu quick action degan hech narsa turibdi. Biz show page, qaysi page ga o'tsin? Special page 1 ga o'tsin. Va tugmasini bosamiz. Chunki buni bosmasak o'sha narsa bog'lanmaydi. Endi yangi page yaratish uchun page ga o'tamizda add bossak, keyingi mana 3-pageimiz hosil bo'ldi. Bu hech narsa yo'q. Bunga text qo'yish uchun mana buni qo'yib olamiz. Text box degani bu. Ya'ni bu tekstni ichiga ikki marta shuncha tugmani bosib, qanaqadir boshqa fayllar nimalarnidir yozishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun nima deymiz? Paketi fanidan misol uchun elektron darslik yarating yoki hokazo. Mana qo'yib qo'ydik. Buni OK'ni bosamiz, demak o'sha narsa chiqadi. Endi bu yerga qanaqadir rasm qo'yish uchun biz mana rasm, biz kompyuter xotirasidagi rasmlarga murojaat qilamiz. Qanaqadir mana bitta rasmni olamiz. Rasmni juda katta masshtabda qo'ydi. Bu rasmni kichraytirib olamiz. Xuddi bu kecha PowerPointda ko'rganimizdek rasmlarni hamma joyga mana shu qulog'idan cho'zib tortsanglar nima bo'ladi? Uni juda yaxshi bilasizlar. Xo'sh.
bitta rasm olamiz. Mana bu rasmimiz. Hali ham kichik olgan. Mana ko'rdinglarmi? Mana rasmni mana shu yerga qo'yib qo'ydik. Bu tashqariga chiqib ketdi bizani hammamizda. Mana ko'rdinglar? Shu kompyuter haqida qanaqadir ma'lumot deb tasavvur qilaylik. Tushunarlimi? Rasmni mana bu tomonga qo'yib qo'yaylik masalan shu haqda. Rasmni sal kichraytiramiz. Demak, bu nimaga ham rasm qo'ydik va rasm haqida ma'lumot masalan yoki qanaqadir biz bu yerga yana nima deymiz, video qo'yishimiz mumkin. Bitta video ham qo'yib ko'raylik. Mana video o'zining videosi bor ekan. Video player bilan chiqib qo'yiladi. Xo'sh, bu videoni kichkina hozirgi yozgan videomizni ham qo'ysak bo'lardi, faqat hajmi katta. Bu o'zining videosini mana shu yoqqa qo'yib qo'yish, shu haqda video bo'lsin. Endi bitta button qo'yamiz, sababi nima chiqib ketish uchun yoki nimadir buttonni mana bu aylanani kimdir aytadi, aylanadi. Tugma button deyapman. Button bilasizlar ingliz tilida tugma degani. Tugma bu nima deb qo'yadi? Exit, ha? Ya'ni mana bu yerga tursa exit close bo'lsin. Mana ko'rdinglarmi? Okay. Xo'sh, endi ishlatib ko'ramiz. Bunga page 3 ga o'tadigan tugmani qo'ydik. Mana menyuni page 3 ga o'tsin yaxshisi, to'g'rimi? Okay. Endi ishlatib ko'ramiz. Va keyin saqlashni ko'rsataman. Mana bu yerda har xil hujjatlar bor. Buni Play Marketda mana kirdik. O'sha nimaga o'tadigan nimani o'tmadik ekan. Agree, next. Menu. Mana menu. Now available in the Main Street subdivision, this beautiful custom Magnolia. Videoni to'xtataman. Mana bu mana yozgan narsalarni o'qishimiz mumkin. Yozasizlar sizlar. Rasm qimlamay turaveradi. Exit'da bossam mana chiqib ketdi. Ko'rdinglarmi? Ha? Hozir bajartirdim, mana hozir yana ko'rsataman. O'zingiz boshqarishmi? O'zgartira olmaysiz. Bor yozuvni ko'rsata olasiz-da. Mana qarang, buni hali saqlaganim yo'q. Mana menu degan tugmani bosdim. Qaysidan keyin mana bu yana qaytib chiqib ketdi. Hozir qani premium nima bor ekan. Tavba turibdi. Bizaniki ekan bu. Hozir terlagani mana chiqib ketib qoldi. Mana qarang. Mana next, ha? Nextdan keyin bu chiqqan bo'lishi kerak. Shu o'ynam hozir. Menyuni bosgan paytda chiqish kerak ekan. Yana mana next bo'ladi. Next bo'lgandan keyin chiqib ketib qolyapti. Nimagadir bu birinchi page'dagi next'imizda nimasi o'zgarib ketdimi? Ha? Nimani? Ha, o'shani bosish kerak, to'g'ri. Bosmasa o'tmaydi, to'g'rimi? Chiqib ketyapti. Ha, mana qarang. Demak, agree deganiki next ishlaydi. Menu, ha, bo'ldi, mana. Now available in the Main Street subdivision, this mana buni borki, mana. Yozib ko'proq tashlasangiz, ko'rinmagan joy, agar buni qisqartirib qo'ysa, mana bu ko'proq narsa ko'rinadi. Kichkina joy qilib qo'ysang. Tushunarlimi? Shuni aytib so'ramoqchi edingizmi? Mana ko'rib. Ha, ishqarni narada qilayotgan payti siz mana shu yerga, mana tepaga mana aktifandan edi yarating deb qo'shdim-ku, qolgani o'ziniki edi. Bo'lmasa tayyor matnni qayerdan copyright qilib qo'yamiz yoki yozamiz. Oldin biz mahsulotlarni hamma narsani tayyorlab olib, keyin elektron darsga boshlaymiz-ku. Tushunarli? Mana exit'ga bossam chiqib ketyapti tugmalarni. Endi buni saqlash uchun nima qilamiz? Tayyorlagan narsani mana bu bitta fayl qilib saqlash uchun web email extraction tanlaymiz, next tanlaymiz, loading yuklanyapti degan narsa turadi. Mana shu nuqta qo'yib qo'yamiz. Qayerga saqlansin? Bu narsa qayerga saqlansin? Рабочий stolga сохранить. Imya fayl deb so'rayapti. Imya fayl misol uchun bo'ldi, o'sha my project exe bo'lib saqlash kerak ekan, ilojimiz yo'q. Xo'sh.
bularga qo'yamiz va buildda bossak nima deyapti? Nima deydi? Bo'ldi, mana buildni nima qilsa mana avtomatik yaratyapti. Mana qaranglar. Oddiygina yaratgan narsamizda mana open ochib beradi. Endi mana hozir ochib beradi. Tugagandan keyin bizga och dedik. Mana my project deb saqlandi. Ustiga ikki marta chiqqancha bo'lsak loading bo'ldi. Mana kichkinagina bizani yaratganimiz. Next bosamiz. Menu. Now available in the Main Street. Ko'rdinglarmi? Mana shuni ham hozir gruppaga tashlab qo'yaman. Va video darsini